Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'ur kishilik huquq kuzatish tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibini lagerlarni taqash haqida Xi Jinpingga besim ishlatishga chaqirdi. Ulug' Turkiston to'yi nomli xalqaro madaniyat festivalida Uyg'urlar o'z madaniyatini namoyon qildi. Altay burkiti Osman Batur haqida. 2019 yil 28 aprel kuni o'quvchilar dernigi kültür tunishtirish faoliyati o'tkazdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 1951 yılı 29 aprel səhər Şərq Türkistanның Ürümçi şəhərində milli müstəqillik görüşünün qəhrəmanlarından biri bolğan G'azi Osman İslam, yəni Altay burkiti Osman Batur Xitoy düşmənləri tərəfindən şəhid qilindi. Kiçigidan tatib ikki düşmən, yəni Rus bilan Xitoyga qarşı nafrat və o'shmanlik idisi bilan cho'ng bo'lgan, yeshining kichikligiga qaramay o'zining chabdas, ho'sharligi bilan ustozi Bo'ki Baturning eng yaqin odami va sirdosh bo'lib qolgan Osman Batur xalqni aldab o'miltiqlarini yig'ib olmoqchi bo'lgan hiligar Xitoyning razil suiqasdini ko'rib yetib, "Qoral mening iffat nomusim. Men iffatimni dushmanga topshirib bermayman. Kuchi yetsa tatib elib olsin" deb oilasi, jilg'i mol chorvasi, issiq chediri yurt mahallini tashlab, o'z yolg'iz bir yilning yarimidan to'lisi qahrton qish bo'ladigan Altay teg'iga chiqib ketgan va ancha ko'p o'tmay atrofiga yig'ilgan polvon marganlarning g'ayrati bilan avval Rus, ondan Xitoyga qaqshatqich zarba berib, Altay va cho'chakni dushmandan tozalagan. Bu urushlarda ko'rsatgan oqilona taktikalari, chidamchan ruhi, diniy va xalqiga bo'lgan sodiqligi bilan tonilib, xalqning baturiga keyincha Altay qozoq xalqining xoni degan nomga loyiq ko'rilgan bu kishi hayotining oxirigacha o'z xalqi uchun dushmanga qarshi tinimsiz kurash qilgan. Bo'libmi kommunist Xitoyga qarshi kurashda 10 minglagan aziz xalqi, oilasi, mol boyligi va oxirida o'z jonidan judo bo'ldi. Osman Baturning Shardimon, Ne'matulloh va Nabiy ismli o'g'illari dadis shahid qilingandan keyin izchil hurlik ko'rishini davom qildi. 1940-yillari Xitoyning zulmi chidag'isiz bir holatga keldi. O vaqtlarda hozirgidek Sharq Turkiston xalqi chidag'isiz zulm va qirg'inchilik uchrayotdi. Xalqning boshlamchi rahbarlari va olimlari to'xtamay o'ltirilib, madrasa, maktablar va masjidlar cheqilib o'tdi. Ko'kto'qay yezisidami ishg'oliychi Xitoy hokimiyatining masjidga oyoq bilan kirishi bilan tang xalqning g'azabi toshdi va naq maydondagi hokim va atrofdagi 10 necha qurolliq askarni o'ltirdi. Masjidlarga tajovuz qilgan, Qur'on Karimni ko'ydirgan Xitoylarga norozilik bildirib, zolimlarga bo'yin agmagan Sharq Turkistonliklar isyonchi degan nom bilan tutildi. Mayli Gomindang yoki kommunist Xitoylar bo'lsin, Osman Baturni bu dunyodagi borliqidan, hatto jinidan judo qilish bilan bo'ldi qilmay, uning obrazini xunuklashtirish uchun o'z xalqi va avlodlarga bandit, qaroqchi, inqilob dushmani degandek batnomlar bilan sat ko'rsatishga tirishdi. Ammo Sharq Turkiston xalqi uni har doim o'zining baturi, Altayning burkiti, hurlik obidisi deb qarab keldi. Sharq Turkiston xalqi, bo'libmi chet ellardagi muhojir qarindoshlarimiz uning nomi va ish izlarini unutib qolmadi. Har yili uni aslab murosim va faoliyatlar o'rinlashtirib keldi. Kitob maqolalarni yozib nashr qildirdi. Chet el kishilarga uning nomini tanitdi. Demak, xalq o'z bag'ridan chiqqan bu Batur azimatni hech qachon unutib qolmadi. Kelgusida ham unutib qolmag'usi. Shahidimizning yotgan yeri jannatda bo'lsin. Axirlik Baturlarimizni suyish bilan, duo bilan eslayotgan bugungi kunda Sharq Turkistonda Uyg'ur va qozoq qarindoshlarini irqiy qirg'inchilik bilan yo'qotib, dunyoga mashhur bo'lgan Xitoy kommunistlarining raisi Xi Jinpingning bir balvoq bir yo'l qurilishini qo'llaganlik sharafiga erishgan sobiq rais Nursulton Nazarboyev o'z qo'li bilan Xi Jinpingning medalyonini topshirib elib, shahid bo'g'illarning ruhini qo'rindirdi. İxtiyari muxbirimiz Sayfiddin G'uljining xabar berishicha, 2019 yil 28 aprel kuni Konyada 2 doğu 2 batı xalqaro o'quvchilar dernigi o'rinlashtirgan kültür tunishtirish faoliyatiga 60 ga yaqin millat o'maklari chidir qurib, o'z kültürini tunishtirdi. Ularning ichida Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning chidirmi yer olgan bo'lib, ziyoratga kelganlarning alohida diqqatini tortdi. Chidirda Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechigi bo'lgan konvoy ko'ynaklari, atlas kiyimlari, har xil do'ppilar bilan bezalgan bo'lib, Uyg'ur taom yemeklarimi tunishtirildi. Polo, sangza, tush, samsa, pechina qatorliqlar tizildi. Uningdan boshqa qo'lda yasalgan büşük, qo'shiq, duttar, tambur, dab qatorliq san'at buyumlari chidirga boshqish tus bergan bo'lib, bu chidirga ziyorat qiluvchilarning oyog'i uzilmadi. Shundaqla Uyg'urlarning milliy kimligini aks ettiradigan sama usuli sahnada o'ynanib, tomoshabinlarning birdek olqishiga erishdi.
Bu qitimqi faoliyat Uyg'urlarni boshqa millatlarga tanishtirishda xeyli muhim rol o'ynadi. Shuning bilan bir vaqtda Najmiddin Arbaqan o'g'li doktor Fatih Arbaqan Refah partiyasi 2019-yili 28-aprelda cho'ng tipdagi qurultay yig'ini o'tkazdi. Shu munosabat bilan Mahmud Qashqari tarbiyalash jamiyati va Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi raisi Setum Turk apandi alohida taklif bilan qatnashdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterresga maktub yozdi. Uning Beijing ziyoratida Xitoyning Uyg'ur rayonida Turkiya musulmonlarni xohlagancha tutqun qilganligini oshkora ayblashini, Xi Jinpingga lagerlarni taqash haqida besim ishlatishni talab qilgan mazkur maktub 25 aprel Beijingda boshlangan 2-chi navbatlik bir balvoq bir yo'l xalqaro hamkorlik yig'iniga qatnashish uchun yo'lga chiqishining oldida yozilgan bo'lib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Turkiya musulmonlarni xohlagancha tutqun qilib, siyosiy tarbiyalash lagerlariga qamaganligi, lager sirtida ijtimoiy hayotining butun sohalarining taqib ostiga ilinganligi eskartilib, uningga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi oshqushliq ba'zi shaxslar, jumladan kishilik huquq oliy komissarining qayta va ochiq oshkora andishlarini ifodalaganligi, ammo hozirgacha uningdan hech qanday sado chiqmaganligi tanqidlangan. Maktubda yana yoshirin diplomatiya hukumatlarning siyosatini o'zgartirishga rag'batlantirishda foydali rol o'ynasimi, ammo buning Xitoyga ishlamaydiganligi eskartilib, bu Xinjiangdagi krizisning oldini ololmaydi. Shuningdek, bu Beijingning zarba berish va bostirishiga xotim berdigandek qilmaydi. Yangichida qilingan so'zlar Xitoy oliy rahbarlarining ideyasiga ta'sir qilishi mumkin, lekin oshkora so'zlash butun davlatga signal beradi deb ta'kidlangan. Mazkur maktub bilan o'xshash bir vaqtda yana kishilik huquq kuzatish tashkilotining ijroiya direktori Kennis Roth Washington pochtasiga istida maqola e'lon qilib, Guterresning Uyg'ur rayoni va dunyoning boshqa joylaridagi kishilik huquq dafsandichiliklarga sukut qilib kelganligini tanqidlagan. U Uyg'urlar haqida to'xtalib, nurg'un hukumatlar Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan 1 milliondek Turkiya musulmonni tutqun qilib, ularni ideya o'zgartirishga majburlashiga qarata andishlarini ifodaladi. Lekin Guterres Xitoyning taraqqiyotini maqtash, Xi Jinpingning yo'liga qizil gilam selishdan boshqa tutqunlarning ahvoli haqida bir og'izim so'z qilib qo'ymadi degan. Türkiye'nin g'arbiy rayoniga joylashgan Bursa shahridagi Ulug'dağ universitetida o'tkazilgan Ulug' Turkiston to'yi nomli xalqaro madaniyat festivalida Uyg'urlar o'z madaniyatini tafsiliy tunishtirdi. 25 aprel kuni soat 12 dan kech soat 8 gacha davomlashgan faoliyatga O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlaridan Bursadagi Ulug'dağ universitetida o'qiyotgan O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Turkman qatorliq turkiy millatlardan o'quvchilar qatnashib, o'zlarining madaniyat san'atini namoyon qilib, urf-odat, yemak-ichmak va kiyim-kechaklarini tunishtirgan. Ulardan sirt an'anaviy tantarbiya turlari bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Uyg'urlar o'zlarining tarixiy madaniyat san'ati, yemak-ichmak madaniyati, Uyg'urlar to'g'risida chiqayotgan kitoblar va jurnal gazetlarni ko'rgazma qilgan. Istanbuldan kelgan bolalar san'at o'miki o'yin qo'ygan. Yerim kun davomlashgan faoliyatga Bursa shahrining boshlig'i Mustafa Dündar apandi va Ulug'dağ universitetining mudiri qatorliq rahbarlar qatnashib so'z qilib, Uyg'urlar to'g'risida alohida to'xtaldi. Doktor Erdem Özdemir faoliyatni o'tkazishdagi maqsadi haqida to'xtalib, barliq turkiy millatlarning bir butun gavda ekanligini kishilar his qilsin, yoshlar o'zaro tushunish hosil qilsin, qarindoshlar o'zaro tanishsin, o'zaro dardlarini anglasin deb bu faoliyatni o'tkazdik. Maqsadimizga yetdik. Ko'p kishi qatnashdi. Bundan keyin yana davomli mushundaq faoliyatlarni ko'plab o'tkazib turishimiz kerak dedi. Bursa Turkiyaning g'arbiga joylashgan sanoat shaharlaridan biri bo'lib, bu shahardagi Ulug'dağ universitetida 100 atrofida Uyg'ur o'quvchi o'qimoqda. Bu o'quvchilar Istanbuldan kelgan Uyg'ur bolalar bilan birlikda 2 to'liq o'rta maktabda Uyg'ur san'atini tanishtirgan va Uyg'urlarning bugungi vaziyatini anglatgan. Keyin Bursa Osman G'azi rayonlik hukumatning boshlig'i Mustafa Dündar apandi Uyg'ur o'quvchilarni qabul qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.